Assalomu alaykum youtuberlar va moda sentri kuzatuvchilari. Hozir men sizlarga ko'rsatadigan modelim 2025-yil yangi avlod 1 tonna yuk ko'taruvchi elektronik motoroli bo'ladi. Motorolni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Old faralari 5 tali faralar bilan jihozlangan. Old arqa balonlari 512 balonlar qo'yilgan. Oldi tormozlar esa sitkisli tormozlar bilan jihozlangan bo'ladi. Motorollarimizda ko'k va mokriy asfalt qora ranglar mavjud. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Buni komplektida qo'shib beriladigan narsalari domkrati, balon ko'yut, zaryadni, kaska hamma narsasi bo'ladi. Endi qabloqsidan o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Magnitofon kolonka bor, telefon qo'ygani postavka, alohida o'zingiz aynan suv qo'ygani, telefon qo'ygani yana postavkalari mavjud. Portlari esa kobel tiki bilan bir xil qilib ishlangan bo'ladi. Oldi oynalari bor. Jitkislarini o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlarga keladigan bo'lsak, akkumulyatorlari 68 vatli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Bu degani siz bemalol 100 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta olasiz degani. Miya motorlarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Miya motorlari 1800 vatli miya motorlar bilan jihozlangan. Risol amortizatorlari ham 2 tali amortizator risollar bilan jihozlangan. Zapaska balonlari mavjud. Arqa balonlari ham 512 li balonlar bilan jihozlangan. Bortlari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Port razmerlari 180 ga 130 bo'ladi. Ramalarni ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ramalari ham anchagina baquvvat qilib ishlangan. Agar kimga kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Akalar, sog' bo'linglar, akalar, salomat bo'linglar.